Bilasizmi, dunyodagi eng boy futbolchi Lionel Messi emas, Cristiano Ronaldo ham emas. Uning boyligi juda katta, hayratlanarli. Mana dunyodagi eng boy 5 ta futbolchi. 5-o'rinda Erling Haaland, haqiqiy gol urish mashinasi. Manchester Cityda katta maosh va homiylik kelishuvlari hisobga olinsa, uning boyligi taxminan $370 million deb baholanadi. 4-o'rinda Kylian Mbappe, maydonda tezligi va biznesdagi muvaffaqiyatlari bilan kelishuvlar, butunjahon hamkorliklar va reklama kompaniyalari hisobga olinsa, uning boyligi deyarli $500 million. 3-o'rinda Lionel Messi, 7 oltin to'p. Inter Miami CF'dagi ulush va Adidas bilan umrboqiy shartnoma bilan boyligi $800 million dan oshgan. 2-o'rinda Cristiano Ronaldo, CR7. Nafaqat futbolda hukmron bo'ldi, balki haqiqiy imperiya yaratdi. Al Nasr bilan ulkan shartnomasi, mehmonxonalar, bizneslar va shaxsiy brendlari uning boyligini $1 milliard dan oshirdi. Ammo u hali ham birinchi o'rinda emas. Dunyoda eng boy futbolchi, hatto Yevropada o'ynamaydi. Oltin to'pni yutmagan va jamoatchilikka deyarli noma'lum. Lekin uning boyligi shunchalik katta va bu reytingni to'liq o'zgartiradi. Agar bilsangiz, uning ismini izohlarga yozib qoldiring.